Salom nigirlar, barchaga yana video boshidan odobsizlikni boshlayapmanmi? Xullas, mavzuga qaytsak, Egri to'qoshuv 8-7 o'rgatmanman. O'rgan x y ona nima uchun bu qovoq kalla bitta turibdi deysizmi? Agar bu kabi qovoq kalla bo'lmaganda hozir videoga bo'lmagan bo'lardi. Kim? Qo'shnimning qizimi yoki o'g'li? Bu qiz bolami, o'g'il bolami? Bu sunnat bo'lganmi, bo'lmaganmi? Bu qiz bolami yoki o'g'il bola? Bu nima uchun yaratilgan? Nima uchun tug'ilgan? Kimni tuqqan buni? Onasi kim, otasi kim? degan savollarga bugun biz hammasiga javob topamiz. Va buni men Google'dan topdim. Nima uchun bu kal bo'lta turibdi deysizmi? Agar bu kal bo'lmaganda har bir sunnat qilinmagan bo'lardi. Minecraftga 2013-yil qo'shilgan. Adashib ketdim. 2011-yil. Mahmudjon, Mahmud. Ular men sizlarni video boshdanoq xursand qilmadim. Chunki video boshida men sizlarni nigir deb xafa qilib qo'ydim. O'shaning uchun yig'lamasliginglarni so'rab qolaman. Ekan Aleksiya. Yo'q, adashib ketdim. Aleks ekan. Men bu opachani korоче men tanimadim. Keyingisiga o'tsak. O'sha Herobrine sunnat qilgan opa, aka ekanu. No, hazili ko'proq qo'rdim, o'shaning uchun mavzuga qaytsak. Mana u Minecraftni 2004-yil yaratgan Primpins pit. U Primpins emas, men uni ayta olmadim. Uni Minecraftdagi skini mana shu va uning ismi Nutich. Короче, buni ko'p kishi bo'mish deb o'ylaydi. Aslida men ham boshida buni bo'mish deb o'ylaganman. Entity 304. Adashib ketdim, 303 ekan. Короче, bu qovoq bosh, qovoq kalla. Bu Minecraftga 2013-yil qo'shilgan va u payt sen miyangda A ham yo'q edi va sen u payt o'shanda sen cho'p surib yurar eding. Miyangda A ham, B ham, D ham yo'q. Aslida bo'ldi, bu video Herobrine haqida bo'lish kerak edi. Miyada hech bo'lmasa B qolsin deb men boshqa narsalarni ham, boshqa personajlar bilalarni ham gapirib o'tdim. Herobrine bu Minecraftda mashhur bo'lgan eng kuchli mob sanaladi. Buni siz hozirgi kunda modlar orqali qo'shib olishingiz mumkin. Bu 2011-yil, 2013-yillar alfa versiyasida ko'rinish bergan va uni Mojangdan so'rashganda, Mojang biz qo'shmading degan. Va hozirda uni ovozlari Minecraftda ham bor. Ovozlarni esa video davomida ko'rsataman sizlarga. Albatta, qo'rqishingiz mumkin. Xullas, buni siz modlar orqali qo'shasiz va buni Mojang tasdiqlamagan va hozirgi kunda Herobrine yo'q. 4, 3, 2, 1, 0